Yaqinda to'y bo'ladigan qizlarga tashlab qo'yamiz bu videoni qizlar. Qaranglar, asalligini do'konlarga bilasizlarmi? Bunaqa to'rtburchak idishga beralardi oldin. Har xil kuyov tarafdan shokolad, saqir shunga o'xshagan narsa kelsa. Qizlar mana bunaqadan bersa, lekin juda ham chiroyli chiqar ekan qizlar. Ichiga ham misol uchun ko'p narsa ham sig'maydi. Akkuratni bir misol uchun bitta shokolad yo bir narsa solib do'konlarga tarqatsa ham esdalik bo'lib qoladi qizlar. Ham juda chiroyli narsa ekan, qaranglar. Asal ham shunaqa ikki xilidan bor. Turkiyaga uchib ketadigan Julyetkam. Shu adresimizning ranglariga hammasini moslab o'zingiz chiroyli qilib yasab bering, faqat bizga juda ham tezroq kerak dedilar. O'sha kunning o'zida magazinga borib ranglarni moslab olib chiqdim va yana bitta Julyetka zakazim bor edi. Birga yasab olman. Sizlarga buni ham tayyor bo'lgan albatta ko'rsataman. Julyetka tayyor bo'ldi. O'zimni shunaqa sevdim. Klientimizga ham yoqdi. Bu Julyetkalarning narxi 850 mingdan 100% qo'l ishi. Sizlarning fikringlar men uchun juda ham muhim. Adresga tushganmi, tushmaganmi tez yozinglar.